Bismillahirrahmanirrahim. Sunan İbn Majah dersining davomi. Babun ijtinabul bid'ai vel jadal. Bid'at va jidal, yani talash tortishdan yiroq turish haqidagi bab. 47-chi hadis. Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilingan hadis bo'lib, u mundaq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bunu oyatni tilovat qildi. Huvallazi anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi va ukharu mutashabihat degan tatib وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ deyice tilavet kıldı. Annen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ya Aişe İzâ ra'aytumullezîne yücadilûne fîhî fehumullezîne anahumullah fehzarûhum dedi. Ey Aişe, eğer siz muşu kitap hakkında, Kur'an hakkında talaş tartış kıladigan, jidallashadigan kişilerni ko'rsanglar, ana shular Alloh taolo bu oyat orqali maqsad qilgan kishilar shudur. Ulardan ogoh bo'linglar dedi. Alloh taolo bu oyatda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga Qur'onni nozil qilganligini, Qur'on oyatlaridan ba'zilarining muhkam, ba'zilarininki mutashabih ekanligini, muhkam oyatlarning bo'lsa, barliq hukmlarninki asosiy va qaytadigan o'rni ekanligini bayon qilyapti. Shundaqla qalbida kasal bor kishilarninki mutashabih oyatlarga ergishadiganligini bayon qildi. Ular mutashabih oyatlarga فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ Musulmonlar orasiga fitna tirish va ta'vil qilish, o'zininki fikr ko'z qarashi bo'yicha oyatni tafsirlash uchun mutashabih oyatlarga ergishadiganligini Alloh bayon qildi. Qur'on Karim umumiy jihatdan oyatlari muhkam, ya'ni Qur'onning barliq oyatlari bo'lsin, suralari bo'lsin, hammasi nihoyat balog'atlik, fasohatlik va lafzlarining ma'nosi nihoyat tushunishlik. Chunki Alloh taolo bizga Qur'on Karimda biz tushunmaydigan, bilmaydigan oyatlarni nozil qildi. Qur'on Karimni bizning vaz nasihat elishimiz uchun, o'ylanib tafakkur qilishimiz uchun nozil qilgan bo'lg'ashqa, Qur'on Karimda bu jihatdan biz ma'nosini tushunmaydigan oyatlar yo'q. Yani bir jihatdan Qur'on Karim yana umumiy jihatdan mutashabih, ya'ni oyatlari muhkamligida, go'zalligida, fasohatlik, balog'atlikligida bir-biriga o'xshaydi. Shuning uchun bu jihatdan umum jihatdan mutashabih. Yana bir nuqtadan ba'zi oyatlar muhkam, ba'zi oyatlar mutashabih degani, muhkam deganimiz ma'nosi nihoyat ro'shan degan gap. O'qigan odam, arab tilini biladigan odam o oyatni bir o'qiblam, buningda bunday hukm chiqadi ekan, Alloh bunday debdi deb aniq bilalaydi. Mutashabih degan joy desa, bir qancha xil ma'nosi bor. Bu ma'nolardan bir xil ma'no haq, ya'ni bir xil ma'no botil degan gap. Arab tilini biladigan va shariat bilimlaridan yetarlik bilimi bor kishi Qur'on Karimdagi bunday mutashabih oyatlarni qaysi ma'nosi haq, qaysi ma'nosi botil, buni farqlantira oladi. İlimde pişkan kişilerce bunun hemmisi Allah Teala tarafından, hemmisi iman etmez degan bo'lsa, qalbida kesal bor kishilar mutashabih oyatlarga ergishadi, ya'ni mutashabih oyatlardan chiqadigan botil ma'no, to'g'ri bo'lmagan ma'noga ergishadi. Fitnani xohlaydi ular bu orqali va kalsiga kelgan bo'yicha tafsir qilishni, tushunishni va tushuntirishni izlaydi. Faqat aql egillarla vaz nasihat oladi. Peygamber aleyhisselam Ayşe radhiyallohu anhaga şu kitap hakkında, Qur'on hakkında talash tartish qilib, oyatlarni bir-biriga so'qashtirib, shunday qilgan, talash tartish qilgan kishilarni ko'rsanglar, Alloh taolo shu oyatda fi qulubihim zayghun, ularning qalblarida kasal bor kishilar deb maqsad qilayotgan shu kishilarga deb bilinglar, Qur'onda hech qanday bir-biriga zid bo'lgan oyatlar yo'q. Qur'onning ma'nolari nihoyat ro'shan deydi. Ham bir qism olimlarningki mutashabih oyatlar bor. Biz uningki ma'nosini Alloh taolodan boshqalar bildi, biz bilmaymiz degani. Ma'nosini bilamiz, lafzini bilamiz, nima ma'no chiqadiganligini biz bilamiz. Arab tili o'qigan kishilar bilalaydi, uni bilamiz. Ammo uning kayfiyati qandoq bilmaymiz degan gap. Masalan, jannatdagi noz-ne'matlar deyli, Allohning ism sifatlari deyli, Allohning fe'llari, ishlari deyli. Shunga o'xshash biz uning ma'nosini bilamiz, lekin kayfiyati qandoq, qaysi xil shaklda
Onu bilmeymiz. Muşu cihetten muteşabih demekçi. 48. hadis Abu Umame raziyallahu anhudan rivayet qılındı ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şundaq deydi: Bir qavm hidayet üstüde bulup, ondan ezip ketken bolsa, ularga faqat jedel majra, talash tatish qilishlar beriladi deydi. Ondan belhum qavmun xasimun, balki ular talash tatish qiladigan, jedel majra qiladigan qavmdir degan bu oyatni tilovat qildi. Ya'ni qavmninki o'zaro jidal majra qilishi, talash tatish qilishi bu ularninki ezib ketganligining alomatidir degan ma'no chiqib qoldi ekan buningdan. 49. hadis bu to'qilma hadisga shunda bo'lsin o'qib qo'ying. Uzayf raziyallohu anhudan rivoyat qilingan deydi, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunda degan: La yaqbalullohu li sahib bid'atin saman va la salatan. Alloh taolo bid'atchi kishining ro'zasini yoki namozini qabul qilmaydi, sadaqasini qabul qilmaydi, haj yoki umrini qabul qilmaydi, jihadini qabul qilmaydi. Onun nafl amallarını bolsun, yoki farz amallarını bolsun qabul qilmaydi. U islomdan xuddi bir chosh xemirdan chiqib ketgandek chiqib ketadi deydi. Bu to'qilma hadis bo'lganligi uchun buni sharhlamsakmi bo'ladi. Buningdagi Muhammad ibn Mihsan degan kishi bu kazzab hadis to'qiydigan kishi ekan. 50. hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu rivoyat qilingan bo'lib, Mundaq deydi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq deydi: Allah Taala bid'atchi kishiningki amallarını qabul qilmaydi, u toki bid'atini tark etmegichilik deydi. Yani bid'at degan dinda yo'q ishlarni paydo qilish, dinda yangilik paydo qilish. Mesela bunda namoz va, bunda zikr va, bunda amal ibodat paydo qilish. Bunda kishining amalini Alloh qabul qilmaydi deydi. 51. hadis Anas ibn Malik raziyallohu anhudan rivoyat qilingan bo'lib, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shundaq deydi: Kimki o'zining gapi botil turib, yolg'on gap qilishni tark etsa, uningga jannatning chet tarafidan bir qasr selinadi. Kimki o'zining rost turib, haqliq turib, o'zi haqsiz turib, jidal majra qilishni tark etsa, uningga jannatning o'tirisidan bir uy bino qilindi. Kimki axloqini yaxshilasa, uningga jannatning eng usti tarafidan bir uy bino qilindi deydi. Bu hadisdan ilingan faydalar yolg'on gap qilishni tark etishning ajrining nihoyat katta ekanligi, ya'ni jannatningki chet tarafidan bir uy bino qilindi dedi. Anna talash tatishni tark etishningki savobining nihoyat katta ekanligi va go'zal axloqli kishiningki ajrining nihoyat katta bo'lganligi. Lekin ya'ni kimki o'zining axloqini go'zal qilsa, axloqini yaxshilasa, jannatning eng yuqorisi tarafidan qasr bino qilindi dedi. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.